Nega davlat pulni chiqaradigan bo'lsa, u cheksiz miqdorda pulni chiqarib tashab, hammaga tarqatib tashamaydi. Tasavvur qiling, davlat hammaga 200 million so'mdan tarqatib chiqdi. Va hamma endi 200 million so'm turadigan Gentra'ni olgani imkoniyati bor. Lekin bozordagi Gentra'larning miqdori puli bor odamlardan kamroq ko'tarimi, ya'ni hammaga Gentra yetishmaydi. Natijada sotuvchilar undoq qaraydi, tak, hamma Gentra olmoqchi, demak narxini 300 million qilamiz deydi. Ana endi hammada ham puli yetmaydi Gentra olgani. Davlat yana pul chiqarib berdi. Endi hammada 300 million bor. Gentra narxi baribir yana oshdi. Yana pul chiqardi, yana oshdi. Natijada Gentra narxi kosmosga chiqib ketadi-da, hammada mana katta miqdordagi pul bo'ladi, lekin hech kim baribir Gentrani ola olmaydi, chunki narx oshib ketaveradi. Va natijada qo'lingizdagi barcha pul shunchaki qog'ozlarga aylanib ketadi. Mana nega davlat hammaga pulni tarqatib bera olmaydi. Agarda iqtisodiyot qanday ishlashini to'liq bilib olmoqchi bo'lsangiz, biodagi havolaga o'ting va ana shu yerda yangi YouTube videomizni ko'ringlar. U yerda detallarigacha iqtisodiyot qanday ishlashini tushuntirib berganini